Yaqında Tayvanda vakillik o'rni etish orqali Beijingning noroziligini qo'zg'agan Litva Yevropa ittifoqidan Xitoyda to'silib qolgan nonlari sababli yordam talab qildi. Ilgari Litva savdogarlari tovarlarning Xitoyga kirishida qiyinchilikqa uchraganligini bildirgan edi. Xitoy Litvaga norozilik bildirib, diplomatik munosabatning saviyasini tushirgan edi. Amerika istixboroti Rossiyaning Ukrainaga 175 ming askar bilan hujum qilishga tayyorlik qilayotganligini ogohlantirdi. Washington pochtasi gazetiga oshkorlangan axborot hujjatida Rossiya armiyasining kelar yilning 5-dan boshlab o'xshamagan taraflardan Ukrainaga hujum qiladiganligi o'tirib qo'yilgan. 3 balasi bor bir Uyg'ur dada Yevropaga sayohati jarayonida Belgrad aerodromida tutib qolindi. İlgilenişçe 2021 yılı 12 ayının 2. günü İstanbul'dan Belgrad'a bargan Uyghur Qahar Hitem Belgrad aerodromunda tutup kılıngan ve Xitay elçixanası əvətken axbarat xadimleri tərəfindən sonra qılıngan. 3 balının dadısı bolğan 40 yaşlıq Qahar Hitem'nin Serbiya dairələri tərəfindən tutup turuluşu Şərqi Türkistan diasporasında ənsizlik payda qıldı. Fransiya prezidenti Macron Fransiya ve Saudiya Arabistanning Livan bilan Paris qo'ltig'idagi bir qism davlatlar o'rtasidagi diplomatik ziddiyatni hal qilish uchun o'rtaq tirishchanlik ko'rsatganligini e'lon qildi. Macron o'zining ijtimoiy aloqa hisobidagi bir yurish yozmalarida Saudiya Arabistonining amaliy rahbari bo'lgan Valiahd Muhammad bin Salman bilan rayon bexatarligi va muqimlik qatorliq masalalarda ochiq va unumli ko'rishganligini bayon qildi. Türkiye Statistika İdaresi e'lon qilgan tashqi savdo statistikasida ko'rsatilishicha, yaqinqi 10 yilda Turkiyaning importida Rossiya va Xitoyga tayinishi kun sari kuchaygan. 2021 yilning oldingi 10 oyida Turkiyaning Rossiyadan import qilishi oldingi yilning o'xshash mezgiliga solishtirganda 60% oshgan. Xitoydan import qilish miqdori 42% oshgan. 2021 yili ikki davlatning Turkiyaning importidagi ulushi 22.6% ga yetgan. 6 yılga yaqin vaqt ichida Xitoyda tunji qadam Koreyaning bir filmi qo'yildi. Egilinishcha, bu filmlarning tomoshabinlar bilan yuz ko'rishishi Beijingning Koreya filmlarini boykot qilishning oxirlashganligidan derak beradi ekan. 2016 yili Koreya Amerikadan SAD nomli boshqarilgan bombadan mudofialanish sistemasi sotib olgandan keyin Xitoy Koreyada embargo yurgizgan. 6 yil ilgari Qirg'izistonda bayram kuni deb e'lon qilingan 4 dekabr Manas Epos kuni dag'dug'liq tabriklandi. Manas Eposi eng cho'ng doston sifatida dunyo rekordi kitobiga kirgizilgan. Tabriklash faoliyati 500,553 merosliq bu dostonni yodqa biladigan san'atkorlar, davlat rahbarlari, askarlar va yoshlar qatnashdi.